Farg'onada bunaqa to'y bo'ladi deb o'ylamagandim. Bitta ko'ringlar. Somsamiz bor. Somsa bor. Somsani 12 tadan o'sha yerda tovoqni chiqaraveradi. Karnesurni kelin-kuyov bilan kiradi, raqqosalar tepada anaqa. Oldida karnesurni, birontasini chiqarib 2-3 ta donachini tepaga, qolgan karnesurni ikkita pastga. O'ng tarafda turkiyalik mehmonlar bo'ladi, chap tarafda o'zbekistonlik mehmonlar bo'ladi. Xudo xolasa bugungi to'yimiz boshqa to'ylardan ko'ra ancha, xudo xolasa boshqacha bo'ladi. Chunki to'yxonasi, karnesurni, raqqosa, san'atkor, boshlovchi, dasturxon, birinchi ikkinchi ovqat, somsa hammasi ichida. Shunaqa patkulch to'y qilib berganmiz. Oxirigacha ko'ringlar videoni, xudo xolasa.